Assalomu alaykum hurmatli shaxmat muxlislari. Mana bir necha yildan buyon internet olamida bitta g'oya xuddi sharpa kabi aylanib yuribdi. Bu ham bo'lsa yo'lbars shaxmat haqidagi g'oya hisoblanadi. Klassik shaxmat o'yinining hozirgi yo'nalish bo'yicha rivojlanishida siyosatning va shariatning ta'siri juda kuchli bo'lgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, klassik shaxmat sipohlarining nomlari ularning harakat imkoniyatlari bilan mos tushmaydi. Her bir yurtda sipohlarning nomlarini turlicha atashadi. Ularning birontasi ham ularning harakat imkoniyatlari bilan mos tushmaydi. Voqealarning bunday rivoj topishiga asli shaxmat sipohlarining mucha hayvonlari bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liq ekanligini e'tiborga olishmagani sabab qilib ko'rsatiladi. Ammo yo'lbars shaxmatida sipohlarning nomlanishi ularning harakat imkoniyatlari bilan to'liq mos tushadi. Buni o'zingiz ham tekshirib ko'rishingiz mumkin. Shuning bilan birgalikda filning otdan tez yurishi, qirolichaning eng kuchli sipoh hisoblanishi, ruhni kema deb talqin qilishi kabi muammolar juda oson o'z yechimini topdi. Ruhlarning zarur paytda o'zaro birlashishi va kirovka kabi shaxmat voqealari juda oson usulda tushuntirildi. Hurmatli shaxmat muxlislari, yo'lbars shaxmat haqidagi loyiha juda oddiy bo'lib, kelajakda yoshlarni shaxmat o'yiniga bo'lgan havasini yanada orttirishda yordam beradi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.